Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Solih Alisher O'roqovich, klinik ko'nikmalarni simulyatorlarda o'qitish kafedrasi mudiriman. Bugun sizlar bilan EKG apparatini sozlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Demak, EKG yozib olish texnikasida birinchi qadam bu bemorga EKG qilish to'g'risida ma'lumot berilsa va uni roziligini olinsa, undan keyin demak apparat sozlanishi kerak. Demak, nima ishlar qilamiz apparat bilan? Mana ko'rib turganimizdek, birinchi navbatda demak EKGda apparatda qog'oz bormi yo'qmi ko'rishimiz kerak. Mana qog'oz yetarlimi yo'qmi? Qog'oz demak bizda yetarli. Qog'oz borligini tekshirib oldik. Bu termo bumaga hisoblanadi. Ya'ni termo qog'oz qo'limiz bilan qilsak bu yozadi. Mana lineyka bilan hozir ko'rsatamiz. Mana. Demak yozdi. Bu apparatni peroz qiziganda bunday demak EKG tishchalarini yozib olinadi. Endi mana bu tablo orqali EKG nastroyka, ya'ni sozlanadi. Bu ekran orqali demak biz uni kuzatib turamiz. Birinchi navbatda biz mana bunga e'tibor bersak, bu masshtab kalibrovkasi, ya'ni doimiy ko'pincha biz 10 mm millivolt masshtabda yozamiz. Ba'zan 2 marta kamaytirish, ya'ni 5 ga tushirish yoki 2 marta ko'paytirish, ya'ni 20 mm millivoltgacha oshirish tavsiya qilinadi. Zarur bo'lganda. Qachon 5 qilamiz, qachon EKG tishchalari demak katta yozilib qog'ozga sig'maganda biz 2 marta kichikroq qilamiz yoki juda kichkina yozilganda biz uni kattaroq qilish uchun 20 qilishimiz mumkin. Lekin yana aytaman, standart bu 10 bilan yozamiz. Mana bu yerda knopka bor. Demak, men EKGni yaqinroq olib kelaman, aniqroq ko'rinishi uchun. Mana bu чувствительность, ya'ni sezgirlikni nima qilish knopkasi. Mana bu bilan bosamiz. Bitta bossak, mana 20 bo'ldi. Yana bosamiz. Mana 2,5, 5, 10. Demak standart shu 10. Demak takroriy bosish natijasida biz kerakli masshtabga, kalibrovkaga boramiz. Mana 20 bosdim, yana bosdim, 2,5, 5, 10. Demak mana shu 10 ga qo'yamiz. Demak masshtabni tekshirish mumkin. Keyingisi rejim. Mana bu knopkasiga e'tibor bersa, mana ekranda avto rejim turibdi. Avto va bu qo'l rejimiga o'tkazish mumkin. Inglizchalab bu manual deyiladi, ruschalab ruchnoy rejim. Mana bosdik. Mana bu avto. Mana rejim knopkasi. Yaqinroq keltirib ko'rsatishim mumkin. Rejim knopkasi. Demak, mana hozir rejim o'chirilgan. Mana bu ritmga o'tdi. USB print, demak USB orqali kompyuterga ulash mumkin. Mana bu qo'l rejimi. Mana qo'l rejimida turibdi. Endi shu o'rinda hozir qachon biz avto rejim ishlatamiz? Avto rejim doimiy ravishda avto rejim ishlatamiz. Tarmoqlardan bittasi masalan V1 mi, V2 mi qaysidir tushib qolib yozmasa, biz demak mana bu knopkalar orqali mana hozir mana bu yerga qarasak, bizda 1, 2, 3 turibdi. Biz buni ana bu knopkalar orqali yoki bu bilan o'zgartirishimiz mumkin. Mana avval AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Demak aylanib kelaveradi mana. Yoki bunisi bilan ham bunaqasiga biz xohlagan tarmoqni tanlashimiz mumkin, qaysida muammo bo'lsa yozganda. Xo'sh, demak keyingisi avto rejimga qo'yib yozib olsak, biz EKGni ulagandan keyin start knopkasini bossak, boshdan oxirigacha
barcha tarmoqlarda ekigi yoziladi. Ruchnoy rejim, mana manual rejim yoki qo'l rejimida yozganimizda esa, masalan, shu 1 2 3 ni yozyapmizmi, startni bosamiz, bu yozadi. Kerakli miqdorda yozgandan keyin biz yana bu bir marta bossak stop, bir marta bossak bu start. Demak, start bosuvdik, yana bir marta bossak stop bo'ladi. To'xtatib, keyin ana boshqasiga o'tib, yana start, yana to'xtatib, yana o'tib, yana start, yana stop, yana to'xtatib boshqasiga demak o'tishimiz kerak. Endi tezlik tanlashda gapiramiz. Mana tezlik menyuga kiramiz. Mana menyu, bu knopkani bossak menyu. Bu yerdan tezlikni qidiramiz. Pastga qarab, mana knopka bilan pastga boramiz. Mana knopka bilan pastga mana 25, mana record speed. Mana bu yerga e'tibor bersangizlar, mana record speed yozilgan. Mana record speed. Demak, yana bir marta ko'rsatamiz qalam bilan. Mana record speed, yana yozish tezligi. Yana bitta ekigi apparatimiz bor. Unda skorost zapisi, yana rus tilida yozilgan. Bu yerda ingliz tilida. Mana 25 mm. Mana bu tezlikni mana bu knopka bilan o'zgartiramiz endi mana. Tak, 55 10 12,5 yaqinroq keltiramiz demak. 50. Bu bilan bossak orqaga qaytamiz ana. 25 12,5 15. Demak 5 10 bilan kerak emas, biz 50 yoki 25 da mana shu ikkita tezlikda yozishimiz mumkin. Endi mana talabalar menyudan chiq tezlik tanladik, 25 menyudan chiqishimiz kerak. Menyudan chiqing desa talabalar mana menyuga qaytib bossangiz menyuga chiqadi. Menyuga bir marta bossangiz menyuga kiradi. Yana bir marta bossangiz chiqadi. Lekin talabalar menyuga kirgandan keyin boshqa hamma knopkani bosib chiqadi, lekin menyu bosilmaydi va natijada chiqa olmaydi. Mana menyuni bosdik, menyudan chiqdik. Mana manual yana qo'l rejimida turibdi. Endi startni bossak, mana e'tibor bersangizlar, mana bu yerda yozilgan amplitudaga qaraymiz. Mana shu 10 mm ni tashkil qiladi. Bunisi 2,5 mm eni, ya'ni 25 tezlikda va 10 mm. Endi e'tibor beramiz o'rtoqlar. Mana buni masshtabini 20 qilamiz. Endi ana buni solishtiring. Mana bu 10 mm, bu demak buni masshtabi, yozish, ya'ni kalibrovkasi 20, ya'ni 2 marta kuchaytirilgan. Biz 2 marta kamaytirishimiz ham mumkin. Mana buni 5 qilib qo'yishimiz ham mumkin. Va start ana bosdik, yana to'xtatamiz. Mana bu 5 mm, bu 20, bu 10 masshtabda yozilgan. Hozirgi apparatlar o'zi yozadi, necha tezlikda, necha masshtabi yozadi. O'shanga e'tibor berish kerak. Endi masalan 50 qiladigan bo'lsak, uni ham bitta ko'rsatamiz. Tezlikni 50 qildik, menyudan chiqdik. Endi masshtabini 10 qilamiz va startni bosamiz. Mana ana bu standart, demak 10 50 tezlikda yoziladi. Buni eni kichikroq, mana 25, bu 50 tezlikda. Yana kirib, demak tezlikni mana o'zgartirishimiz mumkin. Mana 25 ga qo'ydik. Va ana buni ruchnoy avto rejimga qo'ydik. Demak, endi elektrodlarni ulashni keyingi darsimizda ko'rsatib beramiz. Mustahkam bilim tilaymiz. Chuqur bilim egasi bo'linglar. Rahmat.